Magazin jaziramasida konditsioner tanlash uchun 3 ta tavsiya. Konditsioner tanlashda xona maydoni qanday hisobga olinadi? 12 talik, 18 talik hamda 24 talik modellar qanday xonalarga mos keladi? Konditsioner uzoq va samarali xizmat qilish uchun uning quvvati joyiga aniq mos bo'lishi shart. Masalan, 25-35 kvadratli xonalar uchun 12 talik, 40-55 kvadratli metrdagi xonalar uchun esa 18 talik, 65-75 kvadratli metr xonalar uchun esa 24 talik konditsionerlar tavsiya etiladi. Ikkinchi sabab, tarmoqda elektr toki pasayib ketganda qanday turdagi konditsionerlar tavsiya qilinadi? Elektr toki pasayib ketganda konditsionerda low voltage texnologiyasi mavjud bo'lishi shart. U past kuchlanishda ham bir xil maromda, mutlaqo osoyishta va barqaror ishlay oladi. Uchinchi sabab va albatta eng muhimi, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati kompressor inverter bo'lishi kerak. Zamonaviy iqlim nazorati faqatgina quvvat emas, balki aqlli tejamkorlikni ham talab etadi. Yuqori elektr samaradorligiga ega bo'lgan inverter kompressor aynan shu vazifani bajaradi. U xona haroratini nozik his qilib, uzluksiz va tejamkor rejimda ishlaydi hamda tok sarfini minimal darajaga tushira oladi.